Allohning bizga tunji tushirgan so'zi o'qu degan buyruq bo'ldi. Bir qism kishilar Allohning bu o'qu degan buyruqidan bo'lgan maqsad Allohning kitobi Qur'on va hadis va diniy bilimlarni o'qish maqsad deb tushundi. Yana bir qism kishilar fanniy bilimlarni o'qib texnika egallasak Allohning qudratini texmi yaxshi bila olamiz. Bu orqali kuchlanamiz. Shuning uchun Allohning o'qu degan buyruqidan bo'lgan maqsad fanniy bilimlarni ko'proq o'qish deb tushundi. Yana bir qism bir taraflamlikdan xoli, nazar doirasi keng deb qaraladigan bir bo'lib kishilar Allohning o'qu degan buyruqidan bo'lgan maqsad ham diniy ham fanniy bilimlarni o'qish degan tushunchani o'ttirib qo'ydi. Bu tushuncha ilgirki ikki tushunchaga qaraganda texmi ko'proq qo'llashga erishdi. Lekin biz o'ylab boqaylik. Payg'ambar alayhissalom savodsiz odam tursa, Alloh taolo bu savodsiz odamga o'qu degan buyruqni qilish orqali zodi nimani o'qitmoqchi? Allah Taala insonni nihoyat puxta o'lchamlar va inchik sistemalar bilan yaratgan va insonga aql va tafakkur qilish qobiliyatini berib, uning atrofida har xil rang-barang narsalarni uning uchun yaratgan. Texmi uch qilib aytgan vaqtimizda Alloh Taala kalam sifatidan kelgan bizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan Qur'ondan iborat maktubini tushirishdan ilgari koinotdagi o'zimizdan boshlab barliq narsalarni Allohning birligini va borlig'ini ko'rsatadigan darajada Allohning maktubi sifatida yaratgan. Buning qarg'inimizda koinotdagi bizning badanimizdan boshlab barliq hamma narsalar Alloh taolaning kun fayakun bo'l degan qudratidan kelgan Allohning maktublari. Dengiz, okeanlar, o'simliklar, meva-chevalar, hayvonotlar, hatto beshimiz kelgan musibat va qiyinchiliklarmi Allohning maktubi. Uni o'qimoq lozim. Agar biz beshimiz kelgan musibat va har xil qiyinchiliklarni Allohning maktubi deb uni o'qiydigan bo'lsak, balki nurg'unlagan musibatlardan to'g'ri yo'lni tepishimiz va chiqish yo'lini tepishimiz mumkin. Uning qarta qaqshash xuddi Allohning maktubini yirtib etganga, uni cho'rib etganga barobar. Shuningga o'xshash odam o'zining badanidagi a'zolarini o'qib boqadigan bo'lsa, agar hech qanday payg'ambar avatilmasa-mu, hech qanday kitob tushirilmasa-mu, bir yaratquchining borlig'ini har bir aql egasi topa oladi. İbrahim alayhissalom va uningdan boshqa hozir qadar o'ylanib, tafakkur qilib, ya'ni atrofidagi narsalarni o'qib Allohni topgan, bir yaratquchini topgan kishilar oz emas. Buningdan ko'ralamizki, Allohning iqro, ya'ni o'qu degan buyruqidan bo'lgan maqsad koinotdagi barliq narsalarning, hatto beshimiz kelgan musibatning Allohning maktubi ekanligi, uni o'qishimiz kerak ekanligini bildiradi. Texmi oddiy qilib aytgan vaqtimizda Allohning iqro degan buyrug'i mayli savodlik, mayli savodsiz bo'lsin, har bir aql egasiga o'ylan, tafakkur qil degan buyruqni bildiradi. Chunki inson o'ylanish, tafakkur qilish orqali o'zining kimligini, nerdan kelganligini, nega borganligini bila oladi. Masalan, hozir biz birlikda badanimizdagi nurg'unlagan a'zolar, nurg'unlagan sistemalar ichidan qinimizni o'qib boqaylik. Qo'limdagi bu qog'oz qon tekshirish natija qog'ozi. Ko'rganinglardek sol tarafdagi qinimizdagi moddalar, o'ng tarafdagi sonlar qinimizdagi moddalarning bo'lishga tegishli o'lchamlari. Ya'ni bizning sog'lom yashashimiz uchun qinimizdagi moddalarning o'lchamlari shu bo'yicha bo'lishi kerak. Sol tarafdagi raqamlar bo'lsa, bizning hozirgi ahvolimiz. Masalan, qarab boqaylik. Qinimizda kreatinin deydigan bir modda bor ekan. Buning o'lchami 0.7 bilan 1.2 orasida bo'lishi kerak ekan. Hozirgi natija 0.9. Demak, normal. Inorganik fosfor degan moddaning o'lchami 2.6 dan 4.5 orasida bo'lishi kerak ekan. Hozirgi natija 3.95. Demak, normal. Bularning hammasi mening normal yashashim, tomoq yeyishim, yugurishim, o'ltirib qopishim, hatto mushayda so'zlashishim uchun normal bo'lishga tegishli moddalar. Agar qinimdagi moddalarning ichidan birisining o'lchami yuqori yoki tuvan bo'lib qolsa, men sog'lom tura olmayman. Endi biz o'ylab boqaylik. Biz bir narsaga vaqtimizda qinimning palon moddasining o'lchami manchak bo'lsin, manchak ishlab chiqaray deb o'ylab yamdiq. Yo'q. Bu bizden bexabar, hammasi o'z joyida o'lcham bilan turishi, bu bizning o'ylab boqishimizga, tafakkur qilishimizga tegishli masala. Bizning hech bir xabarimiz yo'q. Bizdan bexabar holda qinimizdagi nurg'unlagan moddalarning o'lchamlari nihoyat tangpung turayotganligi, bizning sog'lom hayot kechirishimiz uchun uni tangpung tutayotgan bir zotning, bir kuchning borligini bildiradi. Masalan, badanimizdagi shakar moddasi yuqori yoki tuvan bo'lib qolsa, biz diabet kasaliga giribdor bo'lib qolamiz. Agar bir doktor bizning shu shakar moddamizni tangpung tutib turishi uchun bir dori yasab, uni bizga haqsiz bersa, biz u doktorni nima deymiz? Albatta, kuyimchan, sehiy, mard, insonparvar deymiz. Agar doktor shu dorini 100 odamga yoki 1000 odamga haqsiz taqib, 1000 odamning badanidagi shakar moddasini tangpung tutib turishiga yordam qilgan bo'lsa, u odamni dunyo nima deb tunuydi? Albatta, insonparvar, kuyimchan, sehiy deb ta'riflanadi. Hozir dunyoda necha million insonning badanidagi o'lchamlar, sistemalar tangpung holatda sog'lom tutilib, hech qanday bir doktorning yordamisiz holatda sog'lom yashayotdi. Endi biz kuyimchan, sehiy, mard degan bu sifatni kimga beramiz? Agar
Agar hiliqi diabet odamlar ularga dori yasab, ularni haqsiz davolab, ularning badandagi shakar moddasini tangping turishiga yordam qilgan doktorga hech qanday minnatdorlik bildirmasa, hatto doktorning qilgan yaxshiligini inkor qilsa, tunimasa, biz u odamni nima deymiz? Albatta tuzkor, vafosiz, hayvon kabi, hayvondan battar inson deymiz. Chunki hayvonmi yaxshilik qilgan odamni tunaydi, uningga hayvon tili bilan minnatdorligini bildiradi. Dal shuningga o'xshash badandagi butun o'lchamlarni tangping tutib, uningga hayotlik bergan zotni tunamagan, uni inkor qilgan kishi shu odamga o'xshaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda Allohni tunamagan kofirlarni hayvonga, balki hayvondanmi ozg'un deyishining sababi shu. Bizdagi badanimizdagi nurg'ulg'an sistemalar ichidan qinimizning oddiy bir tarafini o'qidik. Nerv sistemasi, böğrek, yurak, boshqa a'zolarni tex o'qimadik. Agar bizning seviyamiz texmi yuqori bo'lib, texmi inchik tekshira olsak, biz Allohning qudratini texmi o'qiy olamiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda Alloh insonlarni, hayvonlarni, chaharpaylarni har xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichidan Allohdan faqat olimlar qo'rqidi deydi. Chunki odam qancha bilimga ega bo'lgan sari Alloh taoloning koinotdan iborat oyatlarni texmi cho'nqur o'qiy oladi, texmi cho'nqur tushuna oladi. Lekin bundaq deganlik faqat olimlarla tafakkur qilishi kerak, faqat olimlarla Allohning dunyodagi maktublarini o'qiy oladi deganlik emas. Har bir aql egasi o'qiy oladi, lekin olimlar texmi cho'nqur o'qiy oladi. Chunki Allohning maktublari yuqori koinotdagi planetlardan tortib, tuni atrofimizdagi o't-cho'plar, mevalar, hayvonotlar, hatto beshimiz kelgan musibatlarmi Allohning maktublari. Biz nega qarasak o'zimizga mos keladigan Allohning maktublarini ko'ralaymiz. Mesela Allohning iqro, ya'ni o'qu degan buyrug'ini ijro qilib, uni o'qishimizda, ya'ni tafakkur qilishimizda. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru